barchaga tarqating. Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib qo'yishni unutmang. Endi O'zbekistonda qizil toifaga kiritilgan oilalarning a'lo baholarga o'qiydigan talaba qizlariga maxsus stipendiya beriladi. Bu haqida joriy yilning 8-may kuni qabul qilingan kambag'al oilalarni davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi prezident farmonida so'z boradi. Farmonga ko'ra, joriy yilning 1-iyunidan qizil toifaga kiritilgan oilalarning a'lo baholarga o'qigan talaba qizlariga bazaviy stipendiyaning 2 baravari miqdorida 1,35,760 so'm maxsus stipendiya to'lanadi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik keng tarqalib, barchaga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.